Oramizda Minecraft o'ynab shunaqa hayvonlardan zerikib ketganlar ko'p bo'lsa kerak. Lekin men zerikmaslikni yo'lini topdim. Bugungi videomizda men Minecraft uchun bo'lgan realistik hayvonlar modini ko'rsatib o'taman. Video boshlanishidan oldin albatta videoga like bosib, kanalga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Yaqinroq joylashib oling, biz videoni boshladik. Stop do'stlar. Bu modlarni qayerdan olamiz degan savol paydo bo'lishi mumkin. Bu modlarni hammasini men Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Albatta Telegram kanalimga o'tib, obuna bo'lib va modlarni saqlanib qilib bemalol o'ynashingiz mumkin. Yo, what's up? Qandaysizlar? Brozerlar, opaxonlar, ota-onalar. Xullas, hozir men sekin modlarni obzor qilishni boshlayman. Va birinchi bizani realistik hayvonimiz bu hozir suvga tushib olamiz. Tak. Orka nima bu bilmayman. Menimcha bu men qaysidir joyda eshitganman. Bu menimcha kasatka deyilsa kerak do'stlar. Men buni ruschada eshitganman va keyingisi bu kit. Bu mana do'stlar katta kit, realistik va yorib gap yo'q. Ko'zlariga ham gap bo'lishi mumkin emas. Va bizani keyingi hayvonimiz, do'stlar, keyingi hayvonimiz ko'rishdan oldin men bu kitlarga e'tibor beringlar do'stlar. Bularni yugurish animatsiyasiga e'tibor beringlar, sakrashiga ham e'tibor beringlar do'stlar. Va shu visualization mod do'stlar, wow, просто wow. Tak, bizani keyingi hayvonimiz bu grizzly ayiq bu. Grizzly deganimda chips emas, bu ayiq do'stlar. Tak, mana ayiqimiz do'stlar. Chips esingizga kelmasin. Tak. Bu ayiq shunaqa jigarrang. Tak, vyjivaniyada hozir buni urib ko'ramiz do'stlar. Вот mana odamga bu tashlanar ekan. Demak, bizani keyingi hayvonimiz bu qanaqadir uchadigan qushmi bilmayman. Mana o'zingizlar ko'rasizlar hozir. Qanaqa bo'lsa ham kattakon xullas qush ekan. Men buni nimaligini bilmadim do'stlar. Va biz keyingi hayvonlarga o'tamiz. Xo'sh. Bularni olib tashlaymiz. Tak, bizda mana mashdan boshlashimiz kerak. Tak, bularni qo'yib olamiz. Bu va mana tiger, moose, elephant va flying fish va bu. Va bo'ldi do'stlar. Bu tak hozir qo'yib olamiz. Bu xullas bu mashhur qushday qanaqadir do'stlar, ismi kelmay qoldi hozir ismim. Mana bu yo'lbars. O do'stlar, yo'lbars yotib olar ekan. Mana shunisi plus do'stlar, bu modda tak vashi zo'r mod bu do'stlar. Ko'rib turganingizda yo'lbars yotib oldi yurib. Tak, keyingisi moose. Bu qanaqadir buqaga o'xshash qanaqadir bu yo'lmidi? Menimcha shunaqa. Yana ismga kelmadi. Bu fil do'stlar, filni kattaroq joyda qo'yamiz. Вот mana. Fil ustiga o'tirsa ham bo'lar ekan. Vashi zo'r mod do'stlar va keyingi hayvon bu nima bu? Просто braq do'stlar. Montajda braq degan anaqani qo'yib yuboraman. O'zi tak. Flying fish bu. Nima bu endi? Uchar baliq. What? Nima bu? Nima qilyapti bu? Nima qilyapti bu do'stlar? Vashi tushunmadim do'stlar nima qilayotganiga. Kelinglar suvga qo'yib ko'ramiz buni. Tak, suvda просто yuribdi bu. Flying fish. Fly nima kerak? Bu uni qarindoshi ekan do'stlar. Palonchi pistonchi hayvonning qarindoshi ekan do'stlar. Tak. Xo'p, va aneta ko'rib turgan bo'lsanglar, men bu yerda kenguru chiqdi do'stlar. Modda ham kenguru bor, boya ko'rsatgan kikam bor. Osmonda ko'rib turganingizda, ya'ni qush uchib ketdi. Mana shunaqa gaplar do'stlar. Tak, va yana biz boshqa hayvonlar yo'qmi?
Nu, menimcha shunaqa do'stlar. Va mana videomiz ham o'z nihoyasiga yetyapti. Da do'stlar, bu qisqacha video bo'lsa ham ozgincha obzor qildim, lekin o'zingizlar bu modni skachat qilib turib, o'zingizlar ko'rib olishingiz mumkin. Bu modlar hammasi Telegram kanalimizda bo'ladi. Telegram kanalimizga o'tib obuna bo'lasizlar va video tugadi. Xayr.